Do'stlar, sizlarga ilonlar voqeasini aytib bermoqchiman. Ya'ni qaysidir yillari, ya'ni undan uzoq yillar avval, xo'p, mana bu Hisor tog' tizmasida tog'li joyda juda ko'p ilonlar bo'lgan. Ya'ni bu ilonlar cho'ponlarga qo'ylarni yeb ketaverib, qanaqadir ziyon yetkazgani uchun bu xullas ilonlarni u yerdan ko'chirish, ya'ni buni iloji yo'q. Qanaqadir bir mo'llalarga, ishonlarga borib qanaqadir duo o'qitib, ilonlar ya'ni o'sha tog'dan ketishga, ya'ni majbur bo'lgan. Ya'ni xuddi o'sha ko'rib turgan tog' tizmangizda joylashgan. Ya'ni bir kunda, ya'ni bir sutkada, ba'zilar bir tunda deyiladi. Ya'ni Bobotog'ga yetib kelgan. Ya'ni bu Dino tumanida bir tepalik bor. Adashmasam Dino, xo'p, mana shu o'rtalarga to'g'ri keladi. Ya'ni u yerda Zahar tepa deydi. Bir tuna kecha ilonlar o'sha yerda tunagan va bir ayni damda o'sha joyga borsangiz, o'sha tepalikda umuman giyoh o'smaydi, ya'ni ilonlar zahri tekkan deyiladi. Va ular bir kunda mana bu Bobotog'ga, ya'ni Govurgan degan joyga kelgan. Ya'ni Govurgan degani mana bunaqa joy. Mana bu hamma tomoni tog'lar bilan, qoyalar bilan o'ralgan. Mana hozir sizlarga aniq ko'rsata olmayapman. Mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana do'stlar. Ya'ni bu yerdagi ayni damda bizga hozir ilonlarni ko'ra olmadik, lekin shu yerga yaqin hududlarda yashaydigan aholi, tub aholidagi, ya'ni otaxonlar aytishdiki, bu yerlarda biz o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Haqiqatan ilonlar nihoyatda ko'p. Ya'ni odamni, ya'ni sigirlarni, qo'ylar bemalol yutib yuboradigan ilonlar ayni damda mana shu Govurgan degan, ya'ni joyda joylashgan. Mana bu yerga lekin hech kim tushmaydi, tushishga hech kim jur'at qila olmagan. Chunki kimlardir vaqtida tushganda bu yerdan tirik chiqmagan deyishadi. Ya'ni bu yerdagi otaxonlar. Mana